Birinchi oylik mana o'shanda bo'lgan 900 ming bo'lgan, yo'qotib qo'yganman. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz, charchmang? Rahmat. Intervyu olsa bo'ladimi hozir? Ruxsat berishmaydi. Bizlar ham savol bo'ladi, endi xo'psiz. Yigit haqida savol bermasangiz bo'ldi. Nima diviziyona qilasiz? Ambassadorman, reklamli videolarda tushaman. Bu mashina o'zingiz olgansiz. Ha, o'zim olganman. Necha yoshda oldingiz? 3 oy bo'ldi olganimga. Hozir necha yoshsiz? Kecha 20 ga to'ldim. Ha, kecha kirdingizmi? Da. Tabriklaymiz bo'lmasa. Rahmat. Birinchi ishingiz nima bo'lgan? Birinchi ishim magazinda ishlaganman. Pochamlar magazinlarda. Birinchi oyligim mana o'shanda bo'lgan 900 ming bo'lgan, yo'qotib qo'yganman. Qanday qilib yo'qotib qo'ygansiz? O'sha pochamlar magazinlarda ishlaganimda, o'sha xolamlar bilan to'yliga borayotgan bo'lgan. O'shanga men beraman deb bekitib, glantaga bekitib qo'yganman uyda. O'shanda bitta qarasam yo'q qo'ygan. Achinganmisiz? Juda ham, chunki bir oy qanaqa o'tganini o'zim bilaman. Birinchi ishim bo'lgan, Rossiya ham qiynalganman. Misol uchun qizlar necha yoshda turmushga chiqqan ma'qul? Kimni taqdiri qachon bo'lsa, o'shanda erga tegish kerak. 30 mi, 28 mi? Lekin men aytmayman, mana shunaqa paytda erga tegish kerak. Chunki hammani o'zining taqdiri bor. Chunki men ham hozir 20 man, Sinam 18 erga teg bo'lganda. Hozirgi qizlarga nima savat bera olasiz? Biznes yoki media sohasiga ketish uchun. Men xohlaganman, ko'proq pul topishni, oilani boqishim kerak bo'lgan, men majbur bo'lganman oilani boqishga. O'shaning uchun harakat qilib ishlab, tirishib ketganman. Nimaga majbur bo'lsangiz, shu narsani qilasiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi divizionadagi odam siz bo'lishdi. Men sun'iy intellekt tomonidan yaratilganman. Siz ham shunday videolar yasashga qiziqasizmi? Atiga 50 ming so'm evaziga siz ham shunday videolar yasashingiz mumkin. Ushbu akkauntga murojaat qiling. Yaxshimisiz, charchayapsiz? Intervyu olsa bo'ladimi? Da, bola faqat tushib olsam mayli. Bo'ldi. Ismingiz nima, opa? Nozima. Nima ish diviziyona qilasiz? Blogerlik shu qator. Qachondan beri blogerlik qilasiz? 6 oy, yarim yil bo'ladi. Ishingiz davomida neobishniy hodisa. Namanganda shunaqa holat bo'lgan, что meni obrazimni ko'pchilik biladi, asosan kalta kiyimlarda o'bida chiqaman. Lekin milliy lozim ishtonda chiqishimni so'rashgan mendan. U menga juda ham bir xuddi og'ir naqa bo'lgan, потому что men chiqmaganman o'sha vaqtgacha. Yangilik bo'lgan. Yangilik bo'lgan. Ha, endi 1,5 ming beraman, shu bitta shu kiyimni kiyib chiqib bersangiz deb, bitta video uchun, просто tushib berishim uchun shuna taklif qilishgan. Yo'q deb turib olganimda, tushib bergansiz. Shu turmushga chiqish yoshi necha qizlarda? Meni fikrim bo'yicha 22 yosh normal. Mo'za olgan ekansiz, necha pulga tushgan? 15,5 ga tushgan menga. Buni tuning qilibsiz. Necha pul ketdi tuningga? Kibr deyshadi. Maqominchi. Aytaveryapti, bizlar realniysami? Mashina 4 ming. 4 ming. 4 ming deb indamayotib qo'yadi. Yoshlarga, yosh qizlarga o'qiladigan top 3 ta kitob. Voy. Bunaqa savol bermang. Yo, men bilmayman. Psixologiya o'qiylar bo'ldi, boshqa bilmayman. Men kitob o'qimayman, ochiq gap. Videoga like bosib qo'yinglar. Va realniy intervyuga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum. Opa, ismingiz nima? Ismim Malika. Nima diviziyona qilasiz? Men kichik tadbirkorman va san'atkorman. San'at sohasiga qachon kirib kelgansiz? 4 yil bo'ldi. 4 yil. Ha. Qo'shiqlar chiqargansiz? Albatta. Qo'shiqlarim ko'p, aktriska ashulalarim, lekin hali hit darajasiga chiqqani menimcha bo'lmadi. Shuning uchun ko'pchilik tanimasa kerak hali. Aktriska bor. Da, albatta. Klip oldingizmi? Albatta kliplarim ham bor. Necha pul ketdi bitta klipingiz uchun? 3,5 ming ketadi, 4 ming ketadi, har xil. Klipni arzon qimmatligiga qaraydi baribir. Hech mana shu sohadan daromad ko'rganmisiz? Yo'q, men hali san'at sohasidan daromad ko'rmadim, chunki men to'ylarga chiqmayman unaqa. Turmush qurganmisiz? Yo'q, hozircha. Orzungizdagi yigit qanaqa bo'lishi kerak? Orzumdek. Geliga olib berish kerakmi? Yo'q. Oddiy, samimiy, birovni haqqini yemaydigan, Allohni taniydigan va insonlarni har doim hurmat qiladigan insonlarni juda ham qattiq hurmat qilaman. Assalomu alaykum. Intervyu olsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ismingiz nima? Gulzoda. Nima diviziyona qilasiz? Diviziyona o'qish bizada faqat. O'qish. Nechinchi kursiz? 3. Qayerda o'qiysiz? Kimyo xalqarangiz? Turmushga chiqqanmisiz? Yo'q. Necha yoshsiz? 21. Qayerlik so'z? Xorazm. Xorazmlisiz? Xorazmda qalin puli kattaroq deyishadi. Siz mahrga nima so'ragan bo'larsiz? Uy so'ragan bo'lardim. Murabbat oydimi? Yo'q, Murabbat o'yini shart emas. Toshkent City ham bo'veradi. Toshkent City ham bo'veradi. Kitob o'qib turasizmi? Onda sonda o'qiyman. Onda son. Top 3 ta kitob beraman o'qish uchun. Bilmayman. Orzu niyatingiz? Orzu niyatim Xudo xohlasa Toshkentdan uy olib, Toshkentga ko'chib kelish. Ko'chib kelish. Assalomu alaykum. Intervyu bo'ladi? Da, bo'ladi. Nima diviziyona qilasiz? Bizning diviziyoniya trenirovka, sportsmenman. Sportsmen. Qaysi sport bo'yicha? MMA sport bilan shug'ullanaman. MMA sport. Kim shogirdsiz? Jasur aka shogirdiman. Necha yildan beri shug'ullanasiz? 12-13 yil bo'ldi shug'ullanganimga. 13 yildan beri shug'ullanar ekansiz. Qachon sizni UFC'da ko'ramiz? Ko'rasiz, 4-5 yildan keyin chiqamiz. 4-5 yildan. Ha.
Oktagonda urishmaysizmi? Urishaman oktagonda ham. Qachon? Kelasi yildan nasib bo'lsa professionalga o'taman. Professional. Hozir sborniy komandaga qo'shilganmisiz? Da, qo'shilganman. Zalda eng yaxshi ko'radigan trenersiz kim? Zalda hamma trenerimni yaxshi ko'raman. Jasur aka bor, Abdurauf aka, Murod ustoz bor. Bittasini tanlashim kerak. Ikkalasini ham tanlayman. UFC'ga chiqqaningizda qaysi sopernik bilan urushni xohlardi? Valentina Shevchenko bor, qirg'izistonlik. O'sha bilan urushni xohlardim. Opa yaxshimisiz, charchaysiz? Intervyu olsa bo'ladimi? Mayli. Ismingizmi? Shahnoza. Nima dvijeniya qilasiz? Dekoratsiya bilan shug'ullanaman. Men o'zi dizaynerman. To'ylarni, tug'ilgan kunlarni odamlar yaxshi kunida yasab beramiz, chiroyli qilib. Yasab berasiz. Banket xizmati ham bor? Bor. Banket, tug'ilgan kun. Eng qimmat bitta dekoratsiyadan necha pul olgansiz? Aytishim shartmi? Bizlar ham intervyu. Yo'q, 6000. 6000 dollar. Birinchi boshlaganingizda necha pul topardingiz? Hozirgi оборот qancha? 800 ming, 1 million shunaqa variantlar bo'lgan. Endi hozir ishlarni kattalashtirganmiz. Demak, daromad 10 mingdan teva ekan. Alhamdulillah. Alloh beryapti, biz sababchimiz qilib beryapmiz, shukr. Kitob o'qib turasizmi? Arab tilida o'qiyman, Qur'on o'qiyman. Arab tilida. Onam hali uzoq yashaydi deb o'ylaganman. Opa yaxshimisiz, charchaysiz? Intervyu bo'ladimi? Ну, да, mayli. Maoshingiz dahshat ekan, nima ish qilasiz? Voy, ayni damda blogerman, lekin asosiy daromadim turmushga chiqqanman o'rtoqlar. 3 ta bolam bor. Erimdan oylik olaman. Qancha oylik olasiz? Bunisini ayta olmayman. Turmushga chiqishdan oldin ishlaganmisiz? Albatta. Qanaqa ishda ishlagansiz? San'at sohasida. San'at sohasida necha pul topardingiz o'sha paytlarda? Bo'pti, ashni ayting. Kuniga yo'q deganda 150 dollar. 150 dollar. Aha. Oyiga примерно 4,5 ming. Ну, tipada. Orzu qilgan mashinangiz bormi? Xo'p, hozir menga Hyundai Palisade 2026 yoqyapti. Uni Hyundai'da yurasiz. Da, chunki Hyundai komfort yoqadi menga просто. Reklama qilmayapsizmi? Kontrakt asosida. Yo. Atak shu yerda reklama ketishi ham mumkin o'rtoqlar, bilsanglar bilasizlar. Hech nimadandir afsuslanganmisiz? Endi hamma inson nimadandir afsuslanadi. Afsus qiladigan narsalar ham juda ham ko'p. Bittasini ayting. Onam hali uzoq yashaydi deb o'ylaganman. Ijalimdagimi? Qanaqasini aytaysiz sizga? Intervyusi bo'ladi. To'g'ri, Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, charchaysiz? Ismingizmi? Qo'znoza. Nima dvijeniya qilasiz? Men blogerman, brand faceman. Brand face. Da. Qachondan beri shu sohadasiz? Ko'p bo'lmadi, 6 oydan beri. O'qiysizmi, ishlaysizmi? O'qiyman. O'qiysizmi? Da. Qayerda o'qiysiz? Moliyada o'qiyman. Turmush qurganmisiz yo'qmi? Yo'q, hali yoshman, hali endi 20 yoshman. 20 yosh. Da. Qachon plan turmush qurish? Xudo xohlasa endi Alloh qachon peshonamga yozgan bo'lsa. Idealingizdagi yil qanaqa bo'lishi kerak? Ijalimdagimi? Qanaqasini aytaysiz sizga? Meni tushunadigan, hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan bo'lishi kerak. Dostoyniy odam bo'lsa bo'ldi. Kitob o'qib turasizmi? Конечно. Qanaqa kitoblar tavsiya berasiz? Kitob ishda. Sizlar uchun Qalb ifati degan kitob. Qiz o'zini qanaqa tutish kerak? Juda ham ko'p narsa o'rganganman bu kitobdan. Assalomu alaykum. Opa yaxshimisiz, charchaysiz? Anchadan beri atlas kiyadigan ayollarni ko'rmagan edik. Nima dejina qilasiz, opa? Ustaman. Usta? Qanaqa usta? Uylar remont qilaman, rasm chizaman, dekoratsiya. Remont qilasiz. Remont ham Ayol qilaman. kishiga og'irmasmi ish? Yo'q, navrot mazza. Mazza. Qachon boshlagansiz shu ishni? Yoshligimdan rasm chizaman. Ichida ishlab kirib ketganman bu sohaga. Ustozingiz bo'lmagan. Bor. Ustozim bilan haligacha birga ishlayman. Nimaga shu stilda yuribsiz, opa? Atlas kiyimda. Bizning o'zimiz milliy kiyimimiz, milliy matoyimiz. O'zimga yoqdi. Birinchi syomka uchun kiyib ko'rdim. O'zimga yoqdi va shuni stil qilib oldim o'zimga. Ayollarga maslahat beravering shuni kiyishda. Yoshlarga nima maslahat berasiz qizlarga siz? O'zini yoqtirgan kasbi bo'lsa, ishi bo'lsa, o'shani yana ham rivojlantirish kerak deb o'ylayman. Yaxshi ustoz topish kerak. Ustoz topish kerak. Sizga tushish kerak. Mana menga kelsanglar desam, yo'q, ustozga ham ko'p narsa bog'liq. Videoga like bosib qo'yinglar. Moto chiqib kelib qoldi. Assalomu alaykum. Intervyusi bo'ladimi? Ha, hozir bildim. Nima dejina qilasiz? Meni tanimaysizmi? Yo'q, tanimas ekanman. Ishlayman o'zgargan, o'shaning uchun tanimayotgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni mashinalarni yoniga yiqilib yuradigan qizman men Instagramda. Yoshingiz nechida? Buni sir. Sir? Lekin o'sha qiz bola mototsiklchilarning ichida eng yosh boshlagan qizman bo'laman. Demak, siz yoshingiz kommentariy yozib ketsiz. Bu mod minishda qiyinchiligi nimada? Ko'chadagi mana bu mashinalar bor-ku, anaqa bokovoy yo'q, поворотный yo'q, mashinalar bo'ladi-yu, shunda befarosatlar. Da, befarosatlarda. Nimaga siz moto tanladingiz, mashinani emas? Endi ko'rpaga qarab oyoq uzatish kerak, to'g'rimi? Maksimal nechaga chiqqansiz bunda? Bunda 160-170 hali unaqa bosmadim, ko'chaga ko'p chiqmadim. Idealingizdagi inson qanaqa bo'lishi kerak? Yo'q. Nimaga? Aslzodalar tanho yashaydi. Moto chiqib kelib intervyusi bo'ladi? Bo'ladi, hozir tushib olaman. Bo'ldi, shu. Assalomu alaykum. Ismingiz nima?
ismim Mubina. Nima dvijeniya qilasiz asosan? Dubaydan avvaliga atir olib kiraman. Bu mototsikl qanchaga tushgan? Mototsikl menga sovg'a bo'lgan. Sovg'a kimdan? Dadamlardan. Bittasi olib beraman mashina orasidan. Hozir mototsikl haydarkansiz. BMW kelmayapsiz. BMW, конечно. Turmush qurganmisiz yo'q? Qurgan edim. Idealistik inson qanaqa bo'lishi kerak? Yo'q. Yo'q. Idealimda yo'q. Uchrataman deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Nimaga? Aslzodalar tanho yashaydi. Hozir Instagramda bitta konkurs, challenge e'lon qilgan ekansiz. Siz obunachilaringizga hop mandan Kawasaki Mototsikl. teppa tekinga sovg'a qilishim mumkin. Qarang, shunaqa qilishlari kerak. Men bilan, mani baykim bilan любой temada video qiladilar. Уже u video 8 kun ichida yaxshi prosmotr ursa, siznikidan zo'r bo'lsa, birinchi o'ringa mototsikl qo'yganman, ikkinchi o'ringa $500 pul.